Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingda Davlat kadastr palatasi, Surxondaryo viloyat boshqarmasining Termiz shahar filiali tomonidan O'zbekiston Respublikasining 24-5-avgustdagi o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlar isrof etish to'g'risidagi 937-sonli qonun ijrosi doirasida olib borilayotgan xatlov ishlari va ularning amaliy natijalar haqida ma'lumot beramiz. Bugungi kunga qadar Termiz shahrida jami 9432 ta ijtimoiy mulk obyekt xatlovdan o'tkazildi. Shundan 5840 ta obyekt bo'yicha ma'lumotlar UzCAD ahvol tizimiga kiritildi. 9914 ta obyekt esa isrof tizimiga joylashtirildi. Bundan tashqari 2749 obyekt bo'yicha hujjatlar tegishli maxsus komissiya tomonidan belgilangan tartibda ko'rib chiqilmoqda. Bundan tashqari Xalq deputatlari Surxondaryo viloyat kengashi tomonidan 27 ta ko'chmas mulk obyektlariga nisbatan egalik huquqlari isrof etildi. Hurmatli yurtdoshlar, qonun ijro doirasida Termiz shahrida barcha mahallada senli xatlov ishlari boshqacha amalga oshirilmoqda. Hech bir mahalla yoki xonadon ushbu jarayondan chetda qolmaydi. Shu munosabat bilan fuqarolar va tadbirkorlardan xatlov ishlari olib borayotgan davrda mutaxassislarga amaliy ko'mak berishlarini, xonadoniga bo'lishlarini hamda zarur hujjatlar taqdim etishlarini so'raymiz. Bu mulk huquqlarini qonuniy isrof etish va davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonini tezlashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, uyingizga tashrif buyurgan kadastr xodimi uning xizmat guvohnomasi, bejigi va maxsus kiyimi orqali aniqlanishingiz mumkinligini eslatib o'tamiz. Soxta shaxslarga aldanmang. Ishlar amalga qonunchilikka muvofiq mutlaqo bepul amalga oshiriladi. Mazkur jarayonda holatlarga hech duch kelgan taqdirda kadastr agentligining 1097 qisqa ishonch telefoniga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, fuqarolar va tadbirkorlar o'zlariga tegishli yer uchastkalari hamda ko'chmas mulkka oid hujjatlarni qayta ko'rib chiqish, mavjudligi, kamchiligi va muammolarni qonunchilikda belgilangan tartibda bartaraf etish va ularning davlat ro'yxatiga o'tkazishlarini so'raymiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.